12.500 ga kirdi chiqdi xizmati deyilgan. Simvoli samolyotda Tojikistonga o'xshab shuncha pul bilan kirdi chiqib bo'lmadi. Bir so'raylikchi. Assalomu alaykum, Surosh aka, yaxshimisiz aka? Aka 12.500 ga samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmatlar deyilgan ekan. Tojikistonlik fuqarolarga ham shunaqa xizmatlaringiz bormi? Va alaykum assalom oybek. Albatta Tojikiston fuqarolariga ham bir kunda kirdi chiqdi xizmatlari bizda mavjud. Ya'ni kim siz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar, samolyotda bor yo'g'i bir kunda kirdi chiqdi xizmatiga borib kelsangiz bo'ladi. Arzon narxda kirdi chiqdi xizmatlarini taklif qilaman. Qarang, oddiy misol ko'rsatib o'taman sizlarga. Tojikiston fuqarolari mana shu pulga ham mashinada kerak bo'lsa kirdi chiqdi xizmatdan foydalana olmayapti. Sababi chegara o'tkazish punktlarida anchagina Tojikiston fuqarolarini 2-3 kunlab ushlab qolmoqda. Bizda bir kunda Tojikiston fuqarolari ham mana shu pulga kirdi chiqdi xizmatdan foydalansa bo'ladi. Tanlov o'zingizda, unisimi bunisimi o'zingiz tanlashingiz mumkin. Ixtiyor o'zingizda. Xohlasangiz mashinada boring, xohlasangiz bir kunda samolyotda oyoqlaringizni cho'zib, komfort holatda maza qilib kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Agarda sizlarga qiziq bo'lsa, +7 kodi bilan 921 762 2500 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Nima ham derdik do'stlar? Ahlan va sahlan.